Assalomu alaykum hurmatli Manchester United muxlislari. Sizlar bilan yana biz Tashkent Reds, Komon Shohruh aka Akmal. Bugun yig'ildik Manchester United haqida gaplashish uchun. Ko'p ishlar bo'lib ketdi. Oxirgi olgan videomizdan albatta Lyon ustidan qozonilgan ajoyib tarixiy comeback bo'ldi va menimcha hammaga juda ham ko'p emotsiya berdi. Haligacha menimcha hamma videolarni ko'rib turgan bo'lsa kerak. Har kuni o'sha o'yin haqida gaplashamiz. Nega u o'yin haqida gaplashamiz deyapman? Chunki keyingi hafta eng asosiy o'yinimiz bu Atletico Bilbao'ga qarshi safarda Manchester United o'tkazadi va Ruben Amorim o'zlari ham intervyuda aytdilar, что chempionat APLda kurashadigan narsamiz yo'q, tushib ketolmaymiz уже. Hamma ketadigan jamoalar aniq bo'ldi. Leeds bilan Burnley qaytdi APLga keyingi mavsumda va hamma e'tibor bu Yevropa Ligasi kubogiga qaratilgan va keyingi yil Chempionlar Ligasiga osilishga juda ham katta imkoniyatimiz bor. Bu tarafda Tottenham chiqsa kerak finalga va Manchester Unitedni Bilbao ustidan g'alaba qozonadi degan umiddamiz. Undan tashqari transfer yangiliklari yonyapti, juda ham ko'p gaplar bo'lyapti. Shunga bugun bu haqida albatta gaplashamiz. Bizlar bilan bo'lganingizga katta rahmat. Ketdik ortiqqa. Komon Shohruh aka, tinchmisizlar? Manchester United hali ham samolyot turbulent zonaga kirib qoladi-yu, shu zona turbulentностida menimcha shu tarixiy futbol nuqtai nazaridan tarixiy natijamiz shu Lyonga qarshi u ham qanaqadir shu turbulent situatsiyaga tushib qoldi jamoamiz va chiqib ketdi. 120-daqiqada 2 gol urib g'alaba qozongan jamoa tarixda bo'lmagan ekan. Xuddi 90-yilda finalda nokautda qilgan bir mo'jizamizdan keyin. O'zi shu mo'jizaviy kundan keyin Manchester United millionlab muxlislarga ega bo'lgan. Kechagi o'yin ham balki qanchadir muxlislarini paydo qilgandir bizani. Balki paydo qilgandir, balki qaytarib. Shunga Yevropa Ligasiga e'tibor beramiz. Menimcha hozir gaplashamiz. Bilbao'ga o'ziga yarasha bir preview qilgan ma'noda keyin transfer yengilliklariga o'tamiz. Komon Shohruh aka, fikrlaringlar Manchester Unitedni Yevropa Ligadagi perspektivalari, to есть yutishi orzu qilyapsizlarmi? Albatta. Va oxirgi ko'rsatgan Old Trafforddagi Lyonga qarshi 5-4 o'yindagi qanaqadir fikrlaringlar yoki nimadir olgan bo'lsanglar, Amorim qilgan ishidan yoki jamoani ko'rsatgan bir qaysidir jihatlardan yoki qaysi o'yinchini harakatlari esingizda qolgan bo'lsa, fikrlar bilan almashsanglar, keyin Bilbao haqida ozroq gaplashamiz. Assalomu alaykum. Toshkent muxlislari. Men juda yaxshi savol berdingiz, zo'r gaplar gapiryapsan. Lyonni biz o'yinni eslasak, men o'zim fikrimni bilmoqchi bo'lganimda shu narsani bo'ladi. Lyon bilan o'yin butun mana Manchester United bugungi sezonda 100'di. Shu Lyonning o'yin Unitedda 100. Xohlagan kandiga gol ura olamiz. Kuchi kandiga ham gol ura olamiz. Lekin oddiy komandadan ham gol yeb qo'ya olamiz-da. O'sha bizning muammo bo'ldi bu sezonda. Lekin muxlislar juda xafa bo'lib ketishyapti. O'sha 14-o'rinda yuribmiz, 2-o'rinda yuribmiz, 15-da yuribmizmi? Bizning joy emas, o'tib turishimiz kerak emas edi. Lekin bu matchdan o'tishimiz kerak. Hozir boshqadan quryapmiz. Match sezonida qilgan xatolarni keyingi sezon qilamiz, xudo xolasa. O'tdi bizga. Tajriba o'tdi. Lyon bilan o'yinga kelsak, o'sha bizning qonimizda bor, oxirigacha o'ynash. Shu oq comeback qilib ketish. Shu DNK'sida bor. DNK'sida bor. Shu savolni ko'p bo'lsa beradi. Bu Amorimmi ishimi yo bizlar o'zimiz Amorim bo'lmasa ham biz xohlagan tender shu o'yinni qila olamizmi? Men xohlagan o'yinda, xohlagan tender bilan shu o'yinni qila olamiz. Oxirigacha o'yna olamiz.
o'sha aytgandek DNKmizda bor bu narsa. Dahshat o'sha so'z bilan ta'rif bo'lmagan emotsiyalar bo'ldi. O'sha kechasi uxlamay chiqdik 4-5 gacha, yozib chiqdik, analiz qilishdik, nimaga unaqa bo'ldi, qayerda xato bo'ldi. O'sha o'yinga men yana qisqacha aytsam 2-0 urganimizda, uyda 2-0 yutyapmiz, boshida juda chiroyli o'yin qildik. O'sha tez gol urdik. O'sha Ugartening goli juda ham zo'r. Uzatmasi. Garnacho o'ng tarafda o'ynadi. Uzatmasi, Ugartening goli. Chiroyli boshladik. Hozir Kamol o'sha yana ichkariga kirib, o'sha o'yin to'sib yana qilib beradi. Men o'sha o'yinda o'zimning fikrimni aytsam, o'tda Amarimning xatosini juda xato qildi Amarim. Amarim xato qildi. Qatta qildi deganda 2-0 urding. Yotib oldi. Koptoni berib qo'yib yotib olding. Yotib olding. O'sha kontrhujumda ushlamoqchiman. Nega qo'rqdi Lyondan? O'shanda buni ham qo'rquv, menimcha qo'rqdi. Gol qo'rmaslikni o'yladi. Lyon o'sha 2-0 dan keyin o'sha bo'ldi, o'sha mandrajga tushdi Lyon. Hech bola o'xshamayapti. O'sha Sherkini pitir qilishini aytmasa, hech bola o'xshamayapti. O'shaning Gruziya o'yinchisi bor ekan, menga zo'qdi. Tavakkalsiz nima oldi? Juda ham zo'r. Kommentar. Juda ham zo'r ekan o'sha bola. Texnichni tez o'ynayapti. Mana o'sha bolalarni ko'rish kerak. Mikautadze. 69-o'yini. Gap bo'lishi kerak. Juda zo'r o'ynadi. Shu birinchi o'yin Fransiyada ham zo'r o'ynagan edi. Shu Amarimning xatosi o'sha koptoni berib qo'ygani, himoya o'yinga o'tirib olgani, Serge Lukshov tushishi xato bo'ldi. Shu Serge tushgandan keyin o'sha uni zonasidan gol o'tib ketdi. Birinchi o'sha o'tib ketdan hujum, ikkinchi gol o'sha penaltidan chalib qo'ydi. O'sha penalti show tavalitsiya qildi. Showni eng katta xato showni tushirgan. Nega unaqa qilgani hali ham savol. Endi nimaga u Mazraouyni o'rniga tushdi-ku, to'g'rimi? Lukshov. Mazraouyni Lindelof uyida bir kunda, bir paytda muammo chiqqani uchun ular ikkalasi uyga ketgan. Lindelof bildik. O'g'li yiqilib tushib oyog'ini sindiribdi. Boshini yorgan. Boshini yorgan. Boshini yitirib ketdi, o'ynaga tushib. Mazraouyni yengillikda chiqmadi u. O'sha o'yinga yana qaytsak, Lyon qaravotda United qo'rqyapti, orqaga o'tyapti. Kechirasiz, Lyondan boshqa любой o'yin komanda shu ish qiladi, ataka. Boshqa iloji yo'q, yutqizsan, boshqa tayyor nechchi, atakaga o'tishing kerak. Mana sening gol. 2-2 dan keyin 2-2 da o'sha tamom bo'ldi. Men senga yozdim, sen ham mazang qochdi. Hozirgi komanda shunaqa ahvoldamiz-da. U ertaga men nima aytmoqchiman? Atletico Bilbao bilan shu ssenariy qaytarilsa hayron bo'lmayman, deyman. Chunki bu yil shunaqa. Shu muammolardan qutulishimiz kerak. Menga o'shanga yoqadi. Kazanskiy har bitta o'yinimizdan keyin yozadi. Обычный матч на Old Trafford. То есть bu har doimgi bo'layotgan bizani o'yin. O'sha muxlis yodlab olgan nima bo'lishini, qanaqa minutda nima bo'lishini yodlab olishganda, voqea urib qo'ydiga, nega keyin o'rganda bular urib yetib olmasmi degan gaplar yozishyapti-da. 2-0 da hozir 2-0 bu degani hal tugadi degani emas. United o'ynasa 2 yutayotgan bo'lsa, United o'yinni o'ldirdi degani emas-da. Hali Hamidov yozdilar-ku, rahmat Garnachoga. Garnacho urganda balki bunaqa bijuturli emotsional o'yin bo'lmasdi-da. O'sha ham 3-0 bo'lardi, shu bilan уже Lyonni Garnacho juda zo'r tema. Garnachoga kamol yetdi, hozir yetdi, pas oshirib. O'sha narsani o'sha epizoddan ko'p gapirishdi. Garnacho urganda bo'lardi. Gap Garnachoda emas-ku, gap trenerda edi. Bu trener xatosi. Garnacho odam ham xato qiladi, yosh, mayli gapga quloq solmayapti-ku hozir. Uni yo'q, uni sotamiz, yo'q uni aqlli qilib uni o'stiramiz. Boshqa yo'l yo'q. Garnacho unda любой shu misolga Xoyondan bo'lishi mumkin yoki o'sha Amatdan bo'lishi mumkin edi. O'shanga agar yopishib qolgan bo'lsa, xalqlar o'ta trenerni qo'li bilinib qoldi, xatolari qo'llanib qoldi o'sha o'yinda. O'shanga bu biz uchun qanaqadir Bilbaodan oldin bu qanaqadir qo'ng'iroq zarur edi-yu. Shu xatolarni o'sha qilishimiz kerak emas Bilbao bilan. Bilbao ayab o'tirmaydi. Lyon bo'lsa ayab o'tirmaydi. Bilbao Lyondan kuchli, ancha kuchli. Komon. Rahmat, Sog'liqga Akmal, yaxshi kommentariylar berdinglar. O'yinga qaytsak, Lyon bilan juda ham zo'r emotsiya
emotsiya tarafdan agar nima bo'lsak, juda ham zo'r o'yin bo'ldi. Hamma muxlislarga, dunyoda muxlislar bu United, bu Old Trafford, bu yaqinda buzib ketadigan Old Trafford, ba'zi ahvoliydi, balet ahvoliydi. Unaqa o'yinlar tarixda qoladi, esda qoladi. U yoqda Real, Barça boshqasi o'ynaydi, lekin United shunaqa o'yinlar ko'rsatadi. Shu 99-yil, undan keyin qancha o'yinlar bo'lgan Real bilan 4-3. Undan keyin qancha o'yinlar bo'lgan. Oxirgilar Sverjilardan shu PSJni mehmonda nerealniy yutib ketganimiz. Hozir mana bunaqa bo'lyapti. Umuman ko'pda unaqa o'yinlar. Emotsiya tarafdan zo'r, biz mazza qilamiz, balet qilamiz, jamoamizni ko'ryapmiz, lekin o'yinga kelsak, o'yinni aspektlari o'sha bizning jamoamizni qurilishi, Sho'roq yoz gapiryaptilar. Taktikadan, sxema tarafdan, umuman falsafa, amaliyot nima qilayotgan, nima qurayotganini haligacha shu oxiriga, idealiga borish uchun vaqt bor hali. Hamma ham hali tushunmayapti deb o'ylayman, hamma o'yinchilarni. Shu transferlar обязательно kerak bo'ladi. Yaqqol misol, nimaga hali biz pikaga bormagan jamoamiz, ko'p o'yinchilar hali bilmaydi qattiq o'ynashni. Ko'p deb unaqa o'yinchilarimiz. Shu endi kecha tuzaldi chiqdi. Hali o'ynamagan tuzuv, amaliyot qo'lda o'ynamagan mana shu. Maunda yaqinda qaytib keldi. Umuman hali biz bilmaymiz kim bu, qattiq o'ynaydi bu o'yinchi. Maguire hujumda yuribdi-da, mana misolda, hujumda yuribdi-da, himoyachi. Shunga hozir imkoniyatlaridan situativniy bir qanaqadir qabul qiladigan qarorlar faqat shu imkoniyatdan kelib chiqib shuni qilyapti. Maguire hujumga tashlayapti, qanaqadir zaminalar qilyapti, o'yinchilarni almashtiryapti, rotatsiya qilmoqchi bo'lyapti. Imkoniyatidan kelib chiqib qilyapti shuni. Albatta o'sha shtab, amaliy shtabi shu mavsumni qanaqadir yaxshi yakunlashga, ya'ni o'sha Liga Yevropani yutib, Liga Chempionlarga osilib, mavsumni qutqarish uchun imkoniyatlardan kelib chiqib. Uje menimcha haligi o'zini birinchi boshida qo'ymoqchi bo'lgan narsasini qo'ymayapti. O'sha keyingi mavsumga qoldirdi deb o'ylayman. Harakat qilyapti momentami, no baribir ishodniga qaytyapti o'sha Ole emas, nima deydi? Plus tushundinglar. Albatta. Jamoa nima imkoniyatlar, o'yinchilarning imkoniyatlariga qarab chiqaryapti maksimumni. O'tda по-любому xarakter qiladi. Gol ham o'tkazamiz. Darvozabon do'ldirdi, mana ana so'kdik, ertasi kuni Bayandir parod qildi, to'g'rimi? Oldirib qo'ydi, 2 gol olib keldi. Newcastle. Unda emas-da gap. Umuman tizim hali ishlamayapti. Amarimga tosh otish emas, Amarimni qo'llab-quvvatlaymiz, albatta ishonamiz, zo'r murabbiy, lekin hali bor. Kutamiz hali. Bunaqa o'yinlar Sho'roq aka bilan o'sha ko'rsatuv olayotganimizda Amarim kelganda hali bunaqa ko'p bo'ladi bunaqa o'yinlar. Gol ham o'tkazamiz, yonib ketamiz, boshqa bo'ladi. Shunga chidashimiz kerak, kutamiz albatta. O'yinchilarda o'sha kun o'yinga hozir Garnachoni Sho'roq aka aytdilar, komanda esida Garnacho pas bersa undan zo'r odam yo'q. Lekin tepishni boshlasa, men ko'l qaragim ham kelmaydi shu o'yinchiga. U o'yinchi nimani o'ylayapti men bilmayman, xayolida nima, tepmoqchi bo'ladi, zarba yo'naltirmoqchi bo'ladimi? Mayli, u bering o'ziga. Uzoqdan juda chiroyli golni urgan, boshqa qilgan. No, sen опять же rezultatga o'ynashing, natijaga, jamoaga o'yinchi. Pas bersan, o'sha berayotgan paslaring gol почти. Yo'q, опасный juda o'sha momentda xavfli vaziyatlar tug'dirish bo'yicha Garnachodan не то что zo'r, imkoniyatimiz ham yo'q-da hozir. Amatrama, Nikita, Rashid, umuman yo'q-da, uni pozitsiyada o'yinchi yo'q, bizda rezerv yo'q, variativность yo'q. San pas ber, san natijaga o'yna, jamoa yutishiga o'yna, sandan zo'r yo'q. Gol urganga rahmat demaydi. San pas berib natija qilmayotgan sanga rahmat deydi. Yo'q, san tepishing kerak. Uzoqdan tepishing kerak, boshqa o'zing ko'rsatishing kerak. Shunda jahl chiqib ketadi deganlar. Mayli o'sha birga bir ura olmagani u boshqa narsa. Lekin juda ko'p vaziyatlar bo'ladi, pas beradigan joyda pas bermaydi. Men bilmayman. Mayli tuzatadi Amarim agar qoladigan bo'lsa, keyinchalik balki. Yoshku baribir. Tamom uzoq ketib qolmasimizdan Garnacho masalasida oxirgi o'yinda ham Wolverhamptonga qarshi o'yinda ham Garnacho 3 ta yo 4 ta shunaqa golevoy
uzatma berdi, kirib kelib orqaga pas berdi. Bruno tepa olmadi, Mount tepa olmadi, Hoyland tepa olmadi. То есть Garnacho именно sen gapirishni boshlagandan keyin ko'p e'tibor berishni boshladim. Garnachoga rostdan ham juda ajoyib paslar beryapti. Yoshku, zo'r bor, kiryapti, orqaga pas beryapti, lekin jamoadoshlari bitta ham vaziyatda даже в сторону deb olmadi hammasi. Statistikani darvoza tomoniga ham teggan. statistikani ko'rdinglar. Eslayapsanmi shu juda ko'p, juda ko'p. Просто bu bitta o'yin mayli, to'g'ri. Yo'q, O'sha o'yinda statistikasi, gapim o'sha esimdan chiqib qoladi. Garnacho ikkinchi o'rinda ekan. 5 ta eng o'sha 5 ta top ligani ikkinchi o'rinda. Galway deysa bo'yicha. Bu hozir biz faqat Garnachoga o'ynamay qilganmiz-da. Hozirdan Toretto'sdan. Masalan, Toretto'sdan xato qilyapti, lekin Garnacho pulda 11 ta Garnacho o'ynamaydi-da. Ya'ni Hoyland degan bolalar bor. Hoyland degan bolalar bor. Misol, Garnacho o'ynamayapti, boshqa odam urib ketish kerak. Hoylandga qancha pas bo'lyapti? Men tushundim. Butun Garnacho, именно Garnacho to'g'ri. Men obraz aytaman. O'sha statistikaga qarasanglar, Garnachoning gollar Galway destiyasi, o'rbicha bilmadim, nima deyiladi. Gollik harakat. Gollik harakat ikkinchi o'rinda turgan ekan, 5 to'pligi bo'yicha. O'zini yoshlik bilan baravar, shu yoshlik bolalarning ichida. Kattalarda emas, shu yoshlik bolalarning ichida. Men ishonaman, что bundan ham ko'p qila oladi. Qiladi. Lekin bugun O'rishtayn boshqa gap gapirdi, O'rishtayn Garnacho ketishi mumkin degan gap. Transfer to'g'risida gaplashamiz. Lion temasini yopish maqsadida Lionni mana o'zingizning chiqib qoldi. O'sha Garnacho Lionni Amarim mehmonda yutib kelishi kerak edi deb o'ylayman, baribir. Bo'shalama gapinga. Bunaqaga olib borib, nima deydi? Validolni oxiri konsovkani hammani mazani qochirib, to'g'ri ertalabgacha ko'rib, zo'rg'a nima qilmay, mehmonda hal qilish masalasida kuchi yetadi. Nimaga? Mana Arsenal Real urib qo'ydi. Lekin biz Arsenal bilan normal o'ynadik-da. Даже chiqazib oldik kubokdan. Mana shu qo'ldan keladi. Albatta. Bitta individual xatolar bo'ldi-ku, Anani o'sha ikkita xatosi, yutib o'yinda 2 yutayotganimiz Anani ikkita xatosi. Shu o'yindan oxiri jamoani qo'ldan keladi. Bilbao'ni ham, umuman Liga Yevropani ham yutishga qo'ldan keladi. Даже shunaqa sostav keladi. Hozir o'sha Amarimga qaytamiz. Komil yaxshi gap gapiryapti. Amarimning qo'l imkoniyati yo'q-da. Amarimning taktikasi yoki sxemasalash uchun o'sha ham top ziza bo'lishi kerak emas. Lekin o'sha o'rta miyoni hujumchimi yoki o'sha yarim himoyachi bo'lsa, statistikasi normalniy bolalar bo'lsa, qo'ydi. faqat qilgan. Bu bizga kerak emas, eng qimmat qo'lindagi hujumchilar misol. Stadionda 5 ta o'yinda 2 ta 3 ta urgan hujumchi bo'lsa ham bor, 5 ta o'yin 2 ta deydi, 3 ta ham ko'p. 3 ta bo'lsa to'pga kirib qoladi o'sha. 5 ta o'yin 2 ta urgan 9 hujumchimiz bo'lsa ham, o'sha bir Garnacho deymiz, Amat kutib o'tiramiz. Yoki biz Brunoni kutib o'tiramiz-da. Yaxshi formada bo'lsa yutamiz. O'sha muomala bo'lmaydi. Hujumchimiz gol urmaydi deysizlar. Urmaydi hujumchimiz gol. O'sha himoyani kapitonni qo'yib olishimiz, gollarni qo'yib olishimiz ham ura olmasligimizdan-da. Ura olmasligimizdan. 2-3 to'p tashlab bo'ldi, aniqamani sinadi, bo'ldi, xulit. Dekabrdan beri gol uribdi-da. Bir marta kubokdan urdi, atak dekabrdan beri gol urayotgani yo'q. Na APLda, na Liga Yevropada shunday aniq. Garnacho urolmayapti. Keyin urdi. Garnacho'ni ko'rdim, Butsigini urolmayapti. o'sha Nike Butsi kiyib yurar ekan, Ronaldoning o'sha bizda o'ynagan paytda Butsisini kiyib yurar ekan. Mana shu yurtdoshlarga Butsi aybdori Butsini o'rniga bu kiymabdi, ya'ni Skechers kiyganiga u Nike ko'rib qolibdi. Uni Nike ko'rib qolib, kontrakt bekor qilibdi. Nimaga sen bizlar bilan kontrakt tuzib Skechers kiyib olding deb. O'sha Butsilarni ko'rayotgan ekan. Garnacho yoshroq bola. O'shani ko'ramiz, Instagramga har xil animelarni qo'yib oldi. U hali yosh. Buni o'ylab qaraganda, o'zi hujum chizig'imiz ham o'zi yosh. Lekin Hoyland hozir yomonlayapmiz. Hoyland Liga chempioni Ten Hagda qancha gol urib tashladi? Bizda eng ko'p urgan Hoyland edi-yu, Galatasarayga urgan, Bavariyaga urgan edi Hoyland. Liga Yevropada. Liga Yevropada, Liga chempioni dedi. Liga Yevropada nima bo'ldi bunda? Miyasida nima tarakamni chiqib qoldi? Balki ketmoqchidir, o'zi xayolda ketmoq. Balki unga akkuratni o'zi aytishgan shtabda. Senga Rashidov qilganmiz. O'zi tayyorlanyapti ketish. Rashidov chiqayotgan o'yinchini biz asosiy tarkibda tashlayapmiz har bitta o'yinda. Boshqa o'yiniga yo'q. Zigzag ham ket. Zigzag o'ziga o'zi mihnati joyi, bu yo'nalishdan ketmayman deb qo'yamiz. Agar u
yana qo'shsa bilgan bu super bo'ladi lekin o'sha harakatlaridan paslaridan gollaridan lekin o'sha aytganimizdek qo'ynimizga manimcha shans juda kam qolishiga man ham ishonmayman. Qol bari to'g'ri Amarimni o'sha biz har ham gapiramiz-ku. Olib kelib qo'y masalani o'zini ovqatini qilsin-da. O'sha texnikda ham shu gapni gapirdik. Jose Mourinho ham gapirdik bu gapni. Anaqada ham gapirdik. O'yinda Повторib qolamiz. o'yinda ham gapirdik bu gapni. Endi texnika sal boshqacharoq bo'ldi. Texnika baribir endi pul ishlatildi-yu. Endi u ham kubok ham yetdi-yu texnika. Endi hozir Amarim agar o'sha Akmal aytgandek o'sha asosiy trofey yutsa, degan shansimiz boy savol berding, qanaqa imkoniyatlarimiz bor. Imkoniyatlar bor. Birinchi o'yin San Mameda bo'lar ekan, San Mameda. O'sha yerda gol o'tkazmasdan kelsak, uyimizda Old Traffordda yarim finalda shans ko'proq Bilbao'ga qarshi o'ynash uchun finalda qiyinroq bo'ladi menimcha. Uy bitta o'yinda. Juda ham to'g'ri. Ikkita o'yinda. Juda ham to'g'ri. Mehmon xalq kelsa bo'ladi. Juda ham to'g'ri. O'sha individual xatolar, anaqani ham bilmayapmiz-da. Bir qarasanglar o'sha Lyonni ham qanaqa seyflar qildi Old Traffordda o'yinda. Old Trafford lekin zo'r seyf. Zo'r seyflar qildi. Ko'p yomon odamlar ko'p yomon ko'radi. Muxlis pashta 90% anaqani yomon ko'rishadi. Xatosini ko'rishadi-da uni. Mana bunaqa narsa. 4 ta gol o'tkazib yuborgan darvoza boshqalar uchun nima deydi? 4 ta gol otdi-da. 4 ta o'tkazib yubordi. Qanaqa darvoza bor? Neujeli bittasini ham tashkil qila olmadi degan joyi bo'lib qolishi mumkin-da savolim. To'g'ri. Lekin seyf ham qildi. Seyf ham qoldi-da. O'sha biz do'stimiz bor, pastdan Komil aka siz maqtirdingiz, o'ltirib olib kelayotganda uni haq oyoqda o'ynashni biladi, ko'radi. Biz maqtaganmiz o'tib. Qani yo'q o'tyapti-da. To'xtadidan исполнительlar ham ko'paydi-da, защитники dedi. U payt kelayotganda yo'q edi unaqa исполнительlar. Yo'q, sistema ham o'zgardi-yu, sistema o'zgardi, исполнитель ham o'zgaryapti. Уже уверенность paydo bo'lyapti-da защитада. Uni ham hisobga olgin dedim-man. Balki uстановка bo'layotgandir shunaqa, unga bunaqa pas bermagin deb. O'yinchilar o'zi razilga chiqayotgandir. Bu to'g'rimi? O'zgarishi mumkin-ku. Trenering kelgan darvozabonni, to'g'rimi? Albatta. O'zgaradi-ku hamma narsa. Haq ishchilari qolib ketmaydi-ku, shtabi qolib ketmaydi-ku. Ketdi Lamborghini'ga o'tirib. Yordamchisi ham. To'g'ri. Bu Haq sxemasini biz bilardik qanaqa o'ynaydi. Mana hozir Amarim keldi. Biz hammamiz bilamiz, что hujumda o'sha 3-5-2 yo 3-4-3 himoyalayotganda 5-3-2 transformatsiya. Hech qachon bir xil o'ynamaydi Amarim. Himoyalayotganda 5-2-3-2 o'ynaydi. Hujumga o'tayotganda 3-5-2 yo 3-4-3 o'ynaydi. Va shu sxemalarga talabga javob beradigan o'yinchilar kerak. Albatta shu hozir o'yinchilarga o'tamiz, albatta transferdan birinchilardan shu kerakli o'yinchilarni обязательно olish kerak. Faqat qanaqa qoladi uni, kimni sotadi, rahbariyatga, jamoaga boshqaruv, kuch, sabr, pul, nima, vaqt, vaqt bo'lsin shularni hammasini o'ynatishga boshqarishga, no birinchi transferlarni shu. Heaven, Dorgo, в принципе, yomon emas. U yog'i ham menimcha xudo xolasa. Agar hozirgi mishmishlarga quloq solsak, ishonsak, что уже mixlab gaplashib qo'yapti, men xursandman agar shunaqa bo'lsa. Oldindan hal qiladi. Hal qilyapti. Transfer o'yini ochib. Значит, nimagadir уже harakat qilayotgan. Lekin Heaven to'g'risida Komil Arsenal qanaqa bolani qo'yib yuborgani haligacha savol bo'ladi. Juda ham kuchli защитник. Men uni shu boshda o'tganda Sol Campbell bo'ladi deb aytdim, bitta bolalar bilan hazillashib o'tgan edim. Juda ham o'ziga bu yoshi juda ham uveren o'ziga, xudo xolasa katta top защитник bo'ladi Heaven. Xudo xolasa. Mening fikrim shunaqa. Yoro bilan, menimcha ikkala Yoro bilan xudo xolasa kilo siyaska bo'ladi. Qo'shimcha hozir muxlislarga aytishim, o'ylab qolish mumkin. Bular tarixda shunaqa comeback bo'ldi. Million odam uxlamadi kechasi. Sizlar spokойно gapiryapsizlar. Birinchidan vaqt o'tdi, emotsiya sal tushdi. Ikkinchidan bizni jamoani ildizidan sezamiz-da, bu comeback zo'r emotsiya tarafdan. Lekin hali основа mustahkam emas-da, hali keyin bilamiz-da nima. Sizlar ham sezayotgandirsizlar. Shunga bizning emotsiyamiz xursandmiz. No, лучше o'yinni o'ynab 1-0 2-0 yutganga yaxshi Fergusonga o'xshab. Sen bilasan, что ertangi kuningga uveringsan. Unaqa o'yin bilan sen ertangi kunga uveringmassan-da. Juda ham Shunga. To'g'ri.
ismi chiqqanda bitta nemis yilichkan bilan davolanib qolganda shu ismi tushishi mumkin. O'sha o'yinda ham ismimiz tushdi. Lekin muammo qolyapti. Shunga Liga Yevropada transferga o'tishdan oldin menimcha Bilbao haqida ikki og'iz gaplashib ketsak bo'lardi. Haqiqatda aytildi Bilbaodan. Kutilmalar edi вообще Bilbaodan. Eng asosiy lideri Sunset. mavsum oxirigacha jarohat oldi. Anaqachi Williams ham ta'minlaydi. Williams travma deydi, lekin oxirgi o'yinda qarab tushibdi, o'ynabdi. Nico Williams, ikkala Williams ham o'ynayapti. Lekin ulardan ham ko'ra muhimroq o'yinchisi o'sha Sunset safdan chiqdi. Bu Bilbao uchun juda ham katta yo'qotish deb yozishyapti. Shu Glasgow ham qizil olmagan nimadir bo'lmaganda bo'y beryapti-ku. Juda zo'r tashlashmadi. Lekin 0 o'ynadi o'zida. Yo, tashlashmadi. Bu yerda ham 0-0 ketadi o'zi. Glasgowda 0 o'ynadi, 10-1, keyin bu yoqda endi 2-0 уже birinchi taymda 2-0 tashlaganini Glasgowni bilamiz, imkoniyatlari bor. Bilbaoga qaraganda. Pastroq. Bilbao La Liga 4-o'ringa ketyapti. Naqd. Glasgow qaytdi, La Liga chempionati qaytdi. U bu degani Ispaniyada Ispaniyada Arsenal yutdi-ku, Arsenal Real chiqadi. yo'q, men o'sha Glasgow bilan Bilbaoni solishtirganda davomli o'zi biz Bilbaolar esingizda bo'lsa Ferguson Yutqizganmiz. Bielsani Atletico Bilbao yutqizganda. Munyain, Herrera, Iraola ham hozir Bournemouth treneri. Kechirasiz, Seraxga shans bermagan shu paytda Bilbao. O'shandan kubok UEFA edi. Chiqarib olganmiz, 5 shans chiqarib olgan. Endi unda Pesdoga bo'g'atdi. mayli, uni Hozir Pesdoga bo'g'atdi. Bilbao men berib yuborgandim. Bilbao Kuchlida, bundan kuchlida. Yo'q, o'tib juda ham to'g'ri aytasiz. Bilbao qanaqa kelmadi? Xuddi Bilbaoda mana La Ligada nima deyishyapti Bilbao to'g'ri. O'tda Apatilloni qiladi, Zizda yo'q. Chista jamoaviy. Hammasi 90% bastda yig'ilgan. O'tib Samameyda shunaqa atmosfera, odamlar 90 shartni plab turadi shu joyda. Qiyin o'ynash. Baleshiga bor. Manolo. Yo'q, Valensiyaniki yo'q. Yo'q, o'tda ham bor-ku, o'tiradi-ku. Yo'q. O'tda Glavniy barabach Manolo Valensiyaniki. Bilmasam kim aytsa, Bilbaoda ham o'tiradi. o'sha atmosferada o'ynash qiyin. Birinchi o'yin juda strategik bizga juda bir zarur, важный o'yin bo'ladi birinchisi yo'q o'yin. 0-0 qaytsa yaxshi bo'ladi, natija bo'ladi. Yutishimiz kerak. Menimcha Bo'lsa super bo'ladi. Yutsa super bo'ladi. menimcha 1-0 yutib qaytadi. Yutib kelish kerak. Golni mana rasmiy qo'yib turadi. Yo'q. Golni gamdan shu. Gollar Nima bo'lganda ham bizda natijada Bruno Fernandes shular. Zigzeni yo'liga shu mana shu o'yinda bilinadi. Zigzen o'yini shu Ispaniyaga qarshi kopdan tushib turishi, o'sha Lyonga ham zigzag gol urib ketgan edi-da. Men nimaga ancha uверенный qo'ydim, xotirjamroq. Ispan jamoalariga qarshi Casemiro degan o'yinchilar o'zini eng zo'r o'yinlarini ko'rsatdi. Yonida Ugarte bilan hozir bilmayman, Maynoni nima qilamiz? O'ynatish kerak. Aytmoqchi bo'lganimki, imkoniyatlarimiz juda ham baland. Manchester United uni qo'molab aytibdi. Yutadi deb, xudo xolisa, birinchi o'yinni o'zidan g'alaba qozonib, finalga bitta katta qadam qo'yadi degan umiddamiz. UEFA favoriti Tottenham aytibdi. Ha. Undan keyin Bilbao, keyin biz ekanmiz. Bu yaxshi bu yaxshi. Bizga doimiy bo'ldi, bosim bo'lmaydi. Mana shu outsider bo'lib qolib shu turnirda, u yoq nima bo'ladi deganda, 3-o'rinda bo'la qolaylik. Bilbao o'sha finalga qanaqa qo'la qolsa, u narsa o'ziga qarshi ishlaydi xudo xolisa. O'sha individual, lekin shoni tezroq o'ynatib formaga tushirish kerakmi, bilmayman. Shu nimadir himoyada nimadir tushunmayapti bir-birini, anaqalar bor, muammolar bor himoyada. Ayniqsa chapda. 5 minut vaqtinglarni olmoqchiman. Transferlarga o'tishdan oldin transferlarga juda ham bog'liq bo'lgan bir mavzuni ko'tarmoqchiman. Bu bizning yoshlarimiz. Ruben Amorim yoshlarga imkoniyat beraman endi APLda deganlardagi bu chiqdi. Mana Fredriksonni debutini ko'rdik. Menimcha eng zo'r o'yinchilardan bittasi bo'ldi. Amas oxirgi o'yinlarda menimcha juda ham yaxshi o'yin ko'rsatdi. Statistikalari ham juda zo'r. Obi Martinga imkoniyat ko'proq berilishiga men ishonaman. Heaven haqida уже
juda ham katta gaplar gapirdilar Shohrux aka. Shunga bilmoqchi edim sizlardan shu bo'layotgan siyosat qanchalik to'g'ri va o'zini oqlashi haqida so'ramoqchiman va bu o'yinchilarni bugungi kundagi mavsum oxirigacha ko'rsatayotgan progressi qilinadigan transferlarga ta'sir qiladimi yo'q? Zo'r savol berdi. O'sha Redcliffe kelganda, Redcliffe kelganda birinchi shu planga shu qo'ygan yoshlarga o'stirasan, yoshlarga imkon berasan. Mbappe yo'q, yoshlarga imkoniyat berasan. O'sha devizda ishlashyapti. Spesialistlarni olib kelishdi, bu to'g'risida o'sha Vivelni olib kelishdi, Germaniyalik o'sha yosh talantlarni topadi va o'stiradi. O'sha Obini ham o'sha olib keldi. O'sha maslahat berdi, Helenni olib keldi. Yana o'sha anaqani, yana biz akademiyada bir opponentimiz bor, tayanch. Koleva? Kone. Kone. U rezervda yaxshi o'ynayapti. Liverni olib keldi, uni ham o'sha tayanchlarni himoyasi o'sha Malitsada. Ugarteni joyida o'ynaydi. Mana sekin-sekin qayergadir o'sha taklif etganda himoya, tayanchlarni himoya, hujum mana qanaqadir kasak tuzamiz o'sha kelajagiga. Endi agar o'sha hozirgi yozda kelish kerak bo'lgan o'yinchilar bilan balans qilinsa, bu menimcha bizning yutug'imiz juda dahshat yutug'ga erishamiz bu holat. Chunki Liverda qilgan ishlari Chelsea'da qamal qilgan deyishadi, men uni sezmaganman, lekin qattiq ishlagan bo'lsa, hammasida omadga erishgan, yutuqlarga erishgan Liver. O'shanga men ishonaman shu odamga. To'g'ri ketyapmiz. Bu sistema bilan yo'qotish. Amassi ham bekorga tushirmayapti. O'sha shouga o'xshatishyapti hammasi. Maniyalarini shouga o'xshatishyapti. Shu bo'yi pastligi sal meni o'ylantiryapti faqat. Endi agar lateral bo'lsa, bo'y menimcha kattaroq o'ynamasa kerak, chunki biz o'sha shu ham bo'lsa, bo'y baland emas. Esingizda bo'lsa, chat tomon sentrda aytdik-ku, men Martins boshida bo'y kichkina ekan deganda, Lisandro keyin qaysi zo'r, вообще dahshat zalashning bo'lib chiqdi, himoyachi bo'lib chiqdi. O'shanga faqat o'ynamayapti. Shuni to'g'ri, zo'r. Shu bilan boshqa komandamiz, lekin men ko'p shuni gapiraman. Shudan yozda shundan qutulishimiz kerak. Bu xayr qilib qutulishimiz kerak. Chunki oyligi ham katta, o'ynamayapti. O'sha Amasdagi o'sha Dorguni biz asosiy o'sha chapga olgan bo'lsak, Amas o'sha Dorguni o'ynatish kerak. U ikkalovini balans qilib o'ynash kerak. Chunki turnirlar ko'p. Demak, Amas tayyor, o'yin. Amas katta o'yinga tayyor. sekin qo'yib o'stirish kerak. Amas tayyor. Amas yoshlarda gapim Angliya terma jamoasi yoshlarida kapitan edi. O'zini yoshida terma jamoada necha 18 U18dan U18 U17 o'ynadi, U18 o'ynasa o'sha yerda kapitan ekan. Bu Sardor. Bu o'zidan o'zi u yaxshi o'yinki berib qo'ymaydi Sardorni. Lekin men bugunmi kechami o'qidim, что uni Lesterga arendaga jo'natmoqchi ekan, Van Nistelrooyga. Yana Van Nistelrooy qolsa, Amas arendaga ketadi deyapti Lesterga. Agar Lesterga Amas agar Lesterga ketsa, hozir bunda bizda chapda Dorgu qoladi. Dorgu show. Malayziya qaytadi. Malayziya PSV qaytarar ekan. Malayziya ham bor. Esdan chiqarmaymiz. Uni sotish kerak bo'ladi, uni sotish kerak. Transferga o'tib ketdik. Sekin bitta savolda oxirgi videolardan biri, oxirgi video bo'lsa kerak, oxirgi videoni shu rasmini qo'yayotganimizda Akmal qo'yganmi bilmayman. Nimaga Emine Kunyani qo'ydingmi? O'sha paytda unaqa seriozli gap bo'lmayapti-da, biroq. Nima? Kunya yo'q, variantlarda bor edi. Misol uchun variantlarda ko'p edi-da o'yinchilar. Nimaga aynan Kunyani tanladingiz? Yoqimtoymi desan Kunya? Yo'q. Chunki Kunyani tanlaganim, Kunya varianti realniroq ko'rinyapti mana ko'zimga. Endi yangiliklardan kelib chiqib. Kunya masalasida to'g'risini aytsam, bugun shu videoni olishga shoshib kelganimni sabablaridan bittasi bu Kunya. Chunki Kunya hal bo'lib qolganga o'xshayapti. 65 million funtga 62 million funtga o'zbekmi bunaqa pulimiz? 26 yoshli. Bunaqa pulimiz yo'q. 26 yoshli brazilец.
Braziliyas yaxshi gapirding. Braziliyas qaytamiz shunga. Braziliyas 10 ligda asosiy o'ynaydigan va Komolboy kelayotganimiz yerda milliy terma jamoada 9 lig bo'lib o'ynaydigan Wolverhamptonni yana aytaman, Wolverhamptonni o'rta miyoni bizdan hozir pastda turgan jamoani yulduziga haqida gaplashish uchun bugun keldim. Qaysi ma'noda juda ham qiziq, men juda ham hurmat qiladigan, juda ham malakali, opitni futbolni yaxshi biladigan, Unitedni sevadigan akalarim Komol bilan Shohrux aka dan mana Kunya haqida fikringlar kerakmi shu o'yinchi bizga? Men Kunyaga iloyim adashgan bo'ling, shu kelib yorvorsin shu bola, lekin men Kunyaga qarshiman. Ketdi. Men Kunyaga o'tsin dedim men. Siz maqtayapsiz? Men maqtayapman. Kunyani birinchidan Kunya 10 oyoq uradi, chap oyoq uradi. Chap 10 oyoq unda farqi yo'q. Xohlagan joydan chap 10 flangdan center qo'yayotgan 9, universal. 10-nomer, 8-nomer, 11 ham bo'ladi. Любой joyda o'ynaydi. Bu jamoani ham orqasidan torta oladigan. Torta olgan. Lider. Individual mahorat egasi. Juda yana bir narsa, top komandaliga berilgan gol urgan. Ura oladi. Qo'rqmasdan o'ynaydi. Bizga ham urgan. Bizga ham urgan, Liverpoolga ham urgan, Man Cityga ham urgan, hammasi uryapti. Bu o'zi kim? Qatdan Bundesligada o'ynagan. Bu Nagelsmannning qo'lida o'ynagan Bundesligada. Undan keyin o'tdan keldi, Atleticoga keldi, Simeonening qo'lida. Atletico Madrid Simeonening qo'lida o'ynadi va Angliyaga. Palon pulga keldi, o'tganmi? O'sha Atleticoda yurganda biz so'ragan edik. Kim erinmagan bo'lsa, erinmas qarasanglar, Atleticoda o'ynaganda biz qiziqqanmiz. Nimaga Atleticoda o'ynamagan? Atleticoda atakushi o'yin bo'lgan, atakushi o'yinchi Abrentni kanaliga kelib qolgan. Biz bilamiz Simeone hozir Yevropada eng qo'rqoq jinni kanalda bu Atletico Madrid. Filosofiyasi shunaqa. Ishlayapti. O'shanga kelib o'shda o'ynagan. Kunya to'g'ri kelmagan Simeoneni futbol. Portugaliyada oladi-ku, yon tushmadi-ku, nima deyapti? 120 million. Felix. Shunaqa istoriyasi, Juda ham to'g'ri esladi. Bu ham hujumchi. Juda ham to'g'ri esladi. Atromativ. Wolverhamptonga kelgan sababi, o'tda biz bilamiz, Wolverhampton teneri kim edi? Hozirgi Nottingham Forest teneri Portugaliyas. Otasidan chiqqan soqolli bilan Nuno Espirito Santo. U Wolverhampton o'sha Portugal yigitchilar yerdi. Kunyani u olib kelganmi? U olib kelgan. Kunyani u olib kelgan. O'tda Portugal yigitchiligi bu birinchi ключевой faktor Amarin Portugal yigitchiligiga bu zo'r o'sha o'ziga Portugal tilida Kunya. Nima demoqchi bo'layotgan yetkazib oladi bu yo'lon. Braziliyas Kunya bilan Portugal tilida amaliy yo'ldoshi. Albatta. Keyin yana nima? U o'sha anaqadan o'tdim. Aytmoqchi bo'layotgan Wolverhamptonning asosiy o'yinchisi. Zvizda nomer 1 o'tdi. Biz esingizda bo'lsa 2 oy oldin qaysidir o'yinda Bruno qaysidir o'yin tashkil qildi. Nimadir gol urib ketgandi. Amarim aytdiki, bizga Brunoga o'xshagan o'yinchilar kerak. Sociedadga ketdi. Joyiga zo'riz. Bizga Brunoga o'xshagan o'yinchilar kerak deyapti. U nima degan? U Brunoga o'xshab o'ynagan, Brunoga o'xshab individual mahorat egasi. O'sha bitta o'zi qanaqa o'yinda qutqarib ketadigan, standartni kod qilib. Nimaga biz Brunoni har bilan qo'yamiz? Bruno formada bo'lsa, Bruno formada bo'lgan o'yin biz yuturamiz-da. Bruno o'ynamasa yutmaymiz. Bruno zavisimiz biz o'zi. Juda ham. Hamma Brunoga qayotiradi. Shtrafnoda ham, bular o'yinda ham Nasiyas biz esa Bruno Nasiyasi yo'q. Kulsa Bruno zavisimiz. Nimaga endi Brunodagi o'yinchilar va komandamiz ko'payish kerak emas? Menimcha bu plus bo'ladi, yordamchi bo'ladi. Endi savol bor. Hop. Juda zo'r aytdingiz. Bruno ga deyapsiz. No Brunoni o'rnini bosadigan Mason Mount degan o'yinchini olib qo'yganmiz-ku. Hop. U 150 ming oyligini beramiz. Adashmasam 200 bo'lmasa 150 menimcha. Mount yo'q olib qolamiz. Mount olib qolamiz. Mount ham, Kunya ham, Bruno ham hammasi bir paytda bo'ladi. Albatta. Nega boshqa komandada shunaqa o'yinchilar ko'p? Nega Barselona shunaqa o'yinchilar ko'p? Faqat 9 bilan o'ynayvermaydi. Polida joylashtirishi. Nimaga? Pol 5-1 o'ynayveradi. Kontrata kuchli o'ynayveradi.
Kunya sizlar o'ylaysiz faqat 9 chopmaydi. Yo'q, biza ko'plar biza 3-5-2 o'ynaymiz-ku. yo'q, misol ko'plarda hozir xayol bo'ladiki, Kunya o'tsa qo'lini to'lib turib oladi. Yo'q, unaqa bo'lmaydi-da. Qo'lib tushmayapti bizga. 9 tushmayapti. Ha, tushmayapti. O'sha gel ham bilsanglar, gel ko'rgan bo'lsangiz, sportingdan koptini qabul qilyapti-da. Tashlat 20 talik tashlatganingizni qabul qilmayapti. U ancha ichkaridan qabul qilyapti. Sen top bo'ladi. Qo'chyapti. Sudraydi. Dunyo xuddi koptini sudrigan kasralari bor. Bunga sudraydi qopdi. Albatta sudrigan o'yinchilar qidiryapti-yu, sudrigan o'yinchi yo'q, tashlagan o'yinchi yo'q. Nimaga Amadzo'n o'ynamayapti? Va Kamol o'zi aytdi, Garnacho kopto bilan qochadi, lekin kopto oyog'i yopib qolmaydi. Aldab o'tganini ko'rmaymiz Garnacho. Aldab o'tolmaydi. Eng ko'p aldashda xato qilgan o'yinchi ekan 22% mi? To есть 100 tadan 22 marta o'yinchilar alda olgan ekanda. Aldashni bilmas ekan. Garnacho qo'pol qilib aytgan. Bilmaydi. Buni ham qo'yadi. Kunyada bor, birga-bir bemalol aldalaydi. Keyin qayerqadir bitta narsani sezdim. Endi bunaqa narsa borda, o'zi jinoyatga xalqdan ko'p zizda bo'lib kelib yonib ketganlar bo'lgan. Nima bo'lishini bilmaymiz, xudo biladi. Mani bitta narsa yo'qotdi, u Devskiy. Bezbet deydi, qo'pol aytgan. Bezbet o'yinchi. Bitta zoncha Shu minus emasmikan? yo'q. Men ichimdagi gapim oldingiz, endi so'ramoqchi edim. Kunyani xarakteri ham bitta katta muammoga aylanmasmikan ertaga? Bilsam, men O'zini qo'lda usholmas ekan. xarakterda Qo'lda urtishyapti. Tiplashyapti. To'g'ri, ishgalchi ekan. Men Bizda Bezbet bor-ku uni ishgalchilar. men Bezbet, Devskiy deb qaysi maydonga futbol Xarakteri bor demoqchisiz. xarakteri borda, keyin mana o'yinda biza o'zi bilasizlar, Hamid bilgan bo'lsangiz, biza Bruno agar sportni o'ylab aytganingiz, Bruno tez uradi, gol uradi, uzoqdan chiroyli gol uradi. Undan keyin uzoqdan biz gol urmayapmiz, urasiz. Yo'q, umuman. Bu o'shanaqa gol uradigan o'yinchi. Aytmoqchi bo'lgan, naraqqa oshib, urolsan, oshasang bo'ladi-ku. Yo'q, bitta individual mahorat soliga bitta aldayotdi. Tiqadi. Qo'rqmasdan aldaydi. Menga shunaqa o'yinchi yo'q. Qo'rqmasdan o'sha oldirib qo'yishdan qo'rqmasang, o'sha ma'noda Bezbet ekan. Sportivniy hisoblanadi. Tushundim. Sportivniy o'ylaganda Nuqtai nazardan qo'rqmas, muxavislik Bezbet bor. Lekin Biz shunaqalar qidiryormiz o'zi. Endi savol. Ro'ykillarni. Endi savol, Kunya tanga yoqmayapti. Hamma o'zi fikr hurmat qilamiz. Ko'malan savollari bor. Hozir 14-o'ringa otgan komandaga. Lekin chempionat o'ynamasimiz aniq. Endi Lyopan yutsa o'ynaymiz. Chiqolmagan komandaga. Muammolar gidobiga kirib ketgan komanda jamoa bo'lsa, pulimiz yo'q bo'lsa, qani boshqa variant? Bormi boshqa variant? Bittasi Asimxen edi. Asimxen ham o'ylab qarasangiz, Asimxen oyligi 12 million ekan. Oyliga. Xarakter vash dahshat ekan. O'sha Istanbulda ham, Galatasarayda ham, National klubdan, tungi klubdan beri kelmas ekan. O'sha Napolida xuddi ishga qilgan ekan. Rasmni olgan jurnalistlar urgan ekan necha marta. Boshqa variantlarimiz bormi? Kayf Safoni yaxshi ko'rar ekanda. Qaysi yaxshi ko'rar ekan. Gol kirish ko'p yozishyapti. Gol kirish xohlamayapti Unitedda o'ynashga. U top to'rda o'ynagisi kelayotgan ekan. Kim yozmayapti? Endi shunaqa bunaqa endi baribir qancha gap bo'ldi. Gol kirish to'g'risi. Yo'q, bugungi kunda u haqida umuman yangilik. O'sha gap gapirganda yo'q ketib qoldi. Yo'q ketib qoldi. O'ynagisi kelmayotgan ekan. O'shanga Kunyani o'zi xohlayapti. Oyliga bilmayman. Oyliga balkim kamroqdir. Yiliga 5 milliondir, 6 milliondir, 12 million qattiq, 5 million qattiq. Misol o'sha bola Kamolga imkoniyatlarimizdan kelib chiqqan holda 62 million bizning pulimiz yo'q. Aytganingda 3 ga bo'lib berar ekanmiz. 3 ga bo'lib. Ha, bunaqa bo'ladi. 3 ga bo'lib berar ekanmiz. Olasan-da, Olasan kafesi. To'g'ri Hozir Antoni, Rashford, Sancho, Garnacho, naverna mashina sotilsa, bir 80-100 million pul yig'ilsa, keyin biza qanaqadir bir juda ham lekin o'yinchilarni olishimiz mumkin. Lekin Antoni oxirgi intervyusini ko'rganda men bir narsani sezdim. O'sha TikTokdagi ma'nodni aytibdi Antoni, o'zimdan o'zim aytsa kelib qolmaganman. O'zimdan o'zim sborniy Braziliyada o'ynamaganman. O'zimdan o'zim Ajaxdan Manchester Unitedga katta pulga transfer bo'lmaganman. O'sha biz ko'p gapirganmiz Antoni muammosini. Meni muammom chista o'sha личный hayot. O'zini o'sha muammolarni esa o'sha tuhmatlar Sudebniy ishlar. O'sha narsa to'g'ri kelib qoldi. O'shanda men o'ynay olmadim. Buni to'g'ri tushunishga qo'ymayman. Lekin men shunaqa deyaptiki, bilmadim, tushundim. Imkon bersang, dunyoda imkonimiz men o'ynayman dedi. Gandi gapir. Lekin baxtliman deyapti. Baxtli narsa. Qaytsa qaytib keladi. Endi nimaga bu Martin temasini ochyapman? Kazmironi esladim men. Kazmironi Ahmed bergan bo'lsangiz, o'sha Leon bilan ham ikkita uzatma beryapti. Qanaqadir oxirgi 5-6 o'yinda Kazmiro qanaqadir yaxshi o'ynadi. Leon bilan o'yinda Kazimiroda bitdi. U
tan olish kerak. Kazemiro hal qildi o'yinni. Nomli o'yinda yaxshi o'yin ko'rsatyapti. O'sha aytyapman-da, man Hali Bilbao Bilbao bilan ham ekan. asosiy o'yinchi Kazemiro bo'ladi. Endi Kazemiro, Antoni, Kune bu o'z brazilskiy diaspora, brazilsklarni ko'p bo'lsa yanada bir osonroq bo'lmasmikin degan. Braziliya tarixda yaxshi bo'lmaganda, hamma Manchester United Komon, yo'q, nazorat senga demoqchiman, Kunya. Kunyaga olib kelamiz shuni. Manchester United tarixida buni akmaylar shunga hammamiz bilamiz. Tarixda uncha braziliylar yomon o'ynamagan endi o'sha biz bilgan Kleberslar boshqa bo'lgan Anderson и так далее. Akuka Rafael относительно pik защитник bo'lmagan baribir, to'g'rimi? Braziliyada baribir Fergyusondan o'zining filosofiyasi. Teres. Braziliylar o'zi o'ynash o'zi Angliyada emas, Unitedda nimagadir oson bo'lmaydi. Angliyada ham. Angliyada ham balki William, Fernandinho, Costa. ну, Diego Costa lучший бомбардир bo'lgan, chempion bo'lgan. Ну ладно, относительно. Pikim aytmoqchi bo'lgan narsa именно United bizani hozir eslayotgan narsamiz Fredda. Fred o'zi nimaga kelayotgandi? U hujumda o'yin degan o'yinchi bo'lib o'ynayotdi, keyin oxirida uni haqiqat tiqishdi, nima bo'lib ishlatishdi, ortada qolib ketdi. Freddan keyin mana Antoni sho'roki bekor gapirmadi-da shuni. Kazemiro, mana hozir Kunya-da shuni o'ylab qoldi. Yana braziliyami degan joyga-da. No bizda hech qachon portugaliyz, endi portugaliyz bo'lgan trener bu hozir boshqacha talablari bilan o'zi qilayotgan transferlarga ishongan holda o'zini rejasiga, perspektivda o'sha proyekt, ana planlariga biz ishongan holda biz o'ylaymiz agar oladigan любой transferiga biz ishonishimiz kerak. Kunyada o'sha именно brazilligini hisobga olganda, просто meni bitta smushat qilayotgan narsam, sal o'sha yoshi 26, уже hech kimga sota olmaysan, bo'ldi. Olsak qoldi deydi. Tushunasizmi? Это bu bir, ikkinchidan o'sha brazilligi, bari brazilda mana hozir aytasiz Kazemiro zo'r o'ynadi. Qoniqmadik общий transferdan, to'g'rimi? 60 millionga oldik, qayerdan keldi, Liga Chempionlarni ko'rdi, boshqa qildi. Qoniqmadik. Antoni ham qayerda o'ynadi, bizda o'ynamadi. Lekin men o'sha Wolverhamptonda va Braziliyada hujum o'ynaydi, chorak keltirib hujumchi bo'lib o'ynaydi. Juda ko'p gollik vaziyatlar yaratish bo'yicha. Shu chap bilan o'ng oyog'i bilan не только gol uradi va darvozaga to'pni yo'naltiradi. Ideal, ana tepgan narsasi vartay bo'lib ekan. Gol bo'ladimi, bo'lmaydimi, tepib, atskok boshqa ham pas ham bera olar ekan-da, chap oyog'i bilan, o'ng oyog'i bilan ham gol urar ekan-da. Shunaqa. Endi boshqa tarafdan bor, tayyor o'yinchi. Qachongacha o'stirib yuramiz degan joy. Men shuni aytmoqchi edim. O'stirib yuradigan pozitsiyalar o'zi bor. Heaven boshqa o'stiradi sekin-sekin. Lekin tayyor eng problemli joylari bor. Jamoa, raqib jamoasi senga syurpriz ko'rsatib 3 qator yotolsa, u yerda Real ham teshib o'tolmaydigan joyda, Sho'rokani gapiga qo'shilgan holda bitta o'yinchi o'zini vнимание tortadi, ya'ni Bruno yoki kimdir bo'ladi bizda. O'sha paytda Kunya degan o'yinchi bo'lib qolsa sahnada, o'zi xalq ketadigan joyi. Aldida pas beradi, uzatmaga voy, vaziyat yaratadi yo damalatadi uzoqdan. O'sha narsa не только amalinga yo'q, o'sha narsa bizda yetishmayapti. Sizki bizda yo'q bu narsa. Jamoada yo'q. Brunoni ikkitalab, uchtalab yopishyapti, bo'ldi, hech narsa qilolmaymiz. Bunga shunga kerak. Не только gol urish, uzatma berish, vaziyatni nima qilish va kerak bo'lsa hujumda bitta o'zi o'ynash variantini ham o'ylayapman. Agar Braziliyada почему бы и нет, там qo'li travma oldi, Zirksi tam o'ynagan tayyor o'yinchi bor. Hujumda ham o'yna oladi, под девятки o'yna oladi, chap qanotda o'yna oladi за счет того, что ikkita oyoq рабочий, скорости bor, tayyor o'yinchi. Bitta shu aytayotganingizdek pul qayerdan olamiz va braziliylarga. Boshqa problema yoshini, lekin hozirgi sxemada men uni faqat oldinda ko'raman. Yo'q, hujumda. Menimcha boshqa joyga yo'q, hujumda o'ynaydi, yo'q yonida o'sha o'ynaydi. ko'rsatgan, shtatni ko'rsatgancha yuradi. Yoshiga kelsak, 26 yoshga to'lar ekan, 26 yosh to'lar ekan. Yaqinda bu futbolist uchun pik paytida kelib rezultat ko'rsatdi.
30 gacha qarab 4 yil 5 yil o'ynashi kerak. U ya'ni o'sha Ungacha amaliy bormi yo'qmi? Kazemironi biz 30 yoshda oldik-ku. 30 yoshda oldik. 29 yoshda 30 ga to'ldi bizga kelgandan keyin. 30 yosh qattiq kelgan Kazemironi joyi o'sha imенно o'sha tayanch joyi ham juda katta kuch kerak bo'lgan joy. Juda katta mehnat qilgan joy talab qiladi deyapti. Kuyida misol uchun bizda orqamizda kuyning orqasida ugaqday bo'lsa agar o'yin ko'llar eslading, ham so'z bo'lar, xudo xohlasa. Ko'llardagi o'sha konemi, Kazimiro mayli, ishonmasligimiz mumkin, no orqada yaxshi bolalar bo'lsa, nimaga ko'rsatish kerak emas? Albatta ko'rsatishga ishonamiz. Men qanaqadir bu super narsa, chunki nimaga men qilgan xursand qilayotgan joyi Manchester United Kunyani Arsenal so'radi. Kunyani. Newcastle so'radi. Ulardan qanaqa qilib ular tepada-ku ular. Ko'klar shuni savol beraman. Nimaga zo'r bo'lsa boshqa klubga olib ketadi? Ular Bavariya, Real. Ana, juda ham zo'r. Joyi yo'q dedingiz. Ular tepada-ku. Balki Amarim nimadir gapirganki bunga. Buni ko'ndirgan. Shu narsa menga ham savol bo'ldi. Nimaga Arsenal bilan Arsenal da'vogar edi. Rafinha ketmoqchi. Nimaga? Barsa Reshfordga qiziq turibdi. Hozir Reshfordga spravka nimaga qilyapti? Endi Barsa o'zi muammo qilyapti. Bu yilda muammo bo'ladi. O'sha finansiy muammolar tugamagan. Aytmoqchi bo'lgan Arsenal bilan Newcastle bilan o'tmasdan United o'tishi bu katta yutuq. Bu Amarimmi? Menimcha bu katta nafas. Hissasi. Buni qo'y. Chunki buni pul bilan sanab qilmayapmiz. Chunki men xo'jalik aytayapti, katta olib bermalaring deyapti. Bo'lmasa bunaqa bo'lsa O'siximni ham katta olib kelishimiz mumkin edi. Katta olib bermalaring deyapti. Bu tanlaqdi, bu top o'yinchi olamiz. Top o'yinchi hisoblanadi. Men Angliyani aprelda o'ynagan top o'yinchi hisoblanadigan bittasi. Endi Braziliyani o'zi Braziliyaga 3-chi odam olmaydi. Olmasdi-yu. Silisaoga 3-chi o'yinchi olmaydi va shu bilan birga yana bitta narsa Kunyak nima hal bo'ldi. O'sha O'rishdan gapirdi, Ravaro gapirdi. Hal bo'ldi. Men hal bo'ldi, Braziliya Xato oldi. pulni hozir biza o'sha bo'lib berishdi. Bo'lib berish sharti bilan keyin Reshfordga 100% ishonchyapti, Reshford ketishiga 100% ishonchyapti. 40 millionga va Yo'q, agar Hollandi ketadigan bo'lsa, Napoliga qatga u yoqdan bo'lib beradigan Napolining pulini bu yoqqa o'tkazib yuborish kerak edi. Sxema keldi. Terasini ishlash qiyin. Lukasini aldab Inter. Men Inter bilan boshqa narsaga yana jalb qilmoqchiman. Lion Dela. Hujumchi. Haqiqiy klassik. Nechta gol urdi endi Lion Dela? Top haqiqiy. Bizga gol urdimi? Hozir aytaman. 100 nima bo'ldi? 111 ta o'yinda chempionship hisoblagan 25 ta gol urgan ekan. Yo'q, APLda işte. APLda eslamayapman. Chunki chempionship o'yinchisi-ku. Kunning bitta qo'shimcha APLda necha yil o'ynayapti? O'sha tayyor o'yinchi. Albatta. Bilmayman. Lion Dela biz qanaqa o'yinchi? Lion Dela Taran nima? o'sha Duncan Fergusonga o'xshagan, Woodga o'xshagan haqiqiy britaniyat, anglichaning uni nega ko'p yozyapti, nega unga yo'q begunoh. Yomon, nega unga yopishib qoldik? Hozirgi Maguire qilayotgan ishini u qilish kerak edi. O'sha hujum o'ylab Maguire'ga massa tez yuguryapti и o'zi bizni yana o'sha eski qaytaveramiz, kallada ko'z uramiz, biz kallada bundoq tiqolmayapmiz, yo'q. Maguire uradi. Himoyachi uryapti. Kazimiro Maguire shuni uradi. Aytdi Amarim. Nimaga Maguire oxir boy aytganingdek oxirga nafaqaga chiqarib yuboraman, chunki jamoada Maguire'ga o'xshagan kallada uradigan yo'q. Yo'q, unaqa kallada uradigan o'yinchi. O'sha oqib ketadi. Ana g'ulg'ula bo'lib turadi, Zashniylar bilan birga oqib ketadi. Ana Fergi, Stanford bor, ana bizning endi shunaqa o'yin pa shunaqa shutaychalik katta qarab ketganimizni eslamayman. O'sha narsa borda bo'ldi. O'sha Braunni Dodro deyishardi, lekin o'shaga qayoqqa olib ketadi? Fletcherchi. Sakriyada ham raqib himoyasi bilan zashlik kirib ketadi, olib ketardi bu. Fletcher, O'shi, Braun, Silvester. Silvesterda texnikchi o'ynaydi-yu. Men aytmoqchi bo'lgan, nimaga Delap yopishganmiz? Delap eng katta faktor Wilcox bor, Wilcox Cityda o'ynaganda buni yosh bolalik paytdan bilardi. Bu City akademiyada tarbiyalanuvchisi. O'shanga Wilcox buni yopishib oldi, buni hozir orzusi ekan. Lekin 40 millionga necha yosh? Ancha 22 yosh bo'lsa kerak, 22 mi? Shunaqa, yosh, 22. Rory Delap irlandskiy qonlari ham bordi. U Irlandiyaga ham o'ynagisi kelgan. 22 yosh. O'ynolmagan. 22 tortib qo'yamiz yoshini. O'shanga
40 millionga buni aytmam olish menimcha qimmat. Agar 20 millionga agar ko'ndirganimizda super bo'ladi. Chunki ipsi tushib ketdi chempionshipga. Ikkita narsa juda ko'p odam yozyapti. Bizga kerakmi bizga? Kerakmaydigan joyda, kerakmaydigan joyda. Ozgincha rezyum. Ha, qo'shib gap. Ha, qo'shib gapirsa, men bilasanmi, men o'tirdim. Rostini gapi. Aytmoqchi bo'layotganim, Delap nimaga men kelsa xursand bo'lmayman, kelsa xafa bo'lmayman. Nimaga? Delap o'tir bankada o'tiradi-da bu. To'polon qilmaydi. Men o'sinxay Shayshko deyishyapti. Ya'ni kimlar yozishyapti, hammani. Yulduz namozi o'tirmaydi-da ular. Bunga o'tirsa o'tiradi, tursa turadi, rotatsiyaga zo'r o'yinchi. Lekin 40 millionga emas. Ularga garantiya berish kerak, sen Manimcha o'ylaysan. 40 millionga. Просто ozgincha kichkina rezyume, 32 ta o'yin o'ynab, hozirgi kungacha 12 ta gol urib, 2 ta gol uzatma va oxirgisi немаловажный moment 9 ta sariq kartochka hujumchi. 9 u degani xarakter bor, tashlayman degani. APLda. Ha, Endi qo'ysan sen. hujumchi bo'lib turib, Anglichani. 9 ta sariq kartochka. Esida yo'qmi? Degani buzaman degani. Hech kim ayab o'tirmayman. Esida yo'qmi? Bizlar bilan o'yinda Mazaviy bilan ishga qilganman. Shunday Mazaviyga tashlagan. Yo'q, men aytmoqchiman, xarakter bor. Ugarda keldi, duxiga o'tkazdi. Ha, ha. Mazaviyga oldiga keldi, ugarda duxiga o'tkazdi. Ugarda Mazaviyga tashlab o'tdi, deydi. Yosh bo'ldi. Ha, katta masta edi o'ylab. Bittasi qachon qurqoq bo'lgan. O'sha aytaman. Ha, Britaniyada. O'shanga 40 million. agar Xo'ylandda bizda 40 million sotib, mana o'sha 20-30 ga olsaydi, agar 10 million ishlashimiz mumkin emas. Xo'ylanddan nima bu nima? Bu baribir endi Britaniya, hatto bani Brexitga to'g'ri keladi. Anglichani ko'payadi sostavimizda. Trenerga deylik, Ipswichga eski tanish bo'lish arzonroq o't gaplashib bersin. Uni qo'yamiz. Arzonroq gaplashib. Makena. Zo'rda makena. Makena. O'shanga Delap bilan Kunya Unitedga o'tsa, Asosiy transfer maqsadlaridan biri ko'plar Bratlar gapiryapti. Bratlar bir xato qilishi mumkin, anani sotmasligi mumkin ekan. Tushunadi. Anuvchi Zashin gapiryapti, Inacio javob ketdi. Yo'q, Inacio menimcha Heaven bor. Maguire gol urib kuchayib ketdi. Heaven, Maguire yo'q bor joyga Inacio menimcha. Mate Delif. Yo'q, hozir River Plate deb oladi. U River Plate bo'ldi, u hujumkor yarim himoya. Yarim himoya. Chap oyoq yarim himoyachi. Mastan 18 yoshmi? 17 yosh. 17 yosh, endi 18 bo'ladi. Monster ekan. Mastan Tauno juda Shunaqa. tilim asli pand beryapti. O'shanga aytmoqchi bo'layotganim, Baratar ana hozir Prestondan Woodman degan boshqa Woodman emas bu, ana futbolist Woodmanni tekinga olishingiz mumkin ekan Prestonda. Baratarlar Yo'q, biza Brightonning vratari olamiz. u agar u mish-mishlayman, u asosiy tarkibga agar ananasi Amanda topsa, Saudiya Arabistoni ketsa, Brighton Verbruggenni Galandetsa olmoqchimiz. Van der Sar Budushi. Van der Sar qo'li kalta ekan, bo'y past ekan. Verbruggen olmoqchimiz 3-bayanda ketadi menimcha. Ketadi. 3-ratarda Woodmanni To'xtatib pensiyaga chiqadi. pensiyaga ketadi. Woodman Prestonni dabazamon tekinga 3-ratar qilib hozir yozib olishdik. O'shani o'sha menimcha hal qilamiz. Hozir Kunya hal qildik, Woodmanni hal qildik. Ikkita o'yinchini hal qildik. Ben bitta narsani hal qilmadik, qarang. 10 qanotimiz bor. Manchester United 10 qanoti bor, chap qanot. Chap qanotda hozir gaplashdik, ammo shu balobatlar qildik. Bir flangda savol qotdi, flangda biz ko'p gapiramiz. Juda ham to'g'ri eslading. Himoyalanadimi jamoa, transformatsiya va hujumga o'tadimi? Asosiy narsa flang. Kim bizani flangimiz hozir? Ammo o'yiningiz kelmayapti lotereya, lekin o'ynayapti ilojligini. O'sha 3-5lik yili 2da ammo Nega o'ynasan, aytyapsan, o'yningiz kelyapti. men o'yiningiz kelmayapti deb o'ylayman. Men hujumda o'yiningiz keladi deb o'ylayman. Atrobatsiya himoyada bir ikki marta proval qildi. Menimcha kuchi yetmaydi tomanda. Hozir xo'p, agar Kim bizani laterallarimiz yo transferlar Bugungi kunda o'shalar Davud o'sha kuni Fafani galstuk qo'ydi-ku. Men Davudni yonini olaman постоянно. Men yo'q. Fafani aytish
Yo'q, Yuk Pelada ko'radi. Galsga ikkita gol olib keldi-da. Fafani Fafana olsa bo'lmaydimi? zo'r ekan Fafani. Zo'r ekan. Lyonda Yo'q, yuzi ham qanaqadir beozor bola. Voобще, beg'ubor. Beg'ubor bola. olsa bo'lmaydimi? Bu yoqqa qanaqadir tashlab bo'ladi bu chap uni yo zo'r ekan bola. Ben bilmayman. Yo'q, bizlar Yo'q. himoyasi kiryapti. Uzr, ben tushunmadim. Intervyu ketdik. Men buni bu kechani esimdan chiqqan Eslari ekan. yo'q. Eslariga shu bor. Laterallarimiz kim bizlar? Dalot Dalot, Dorgo. O'nda Bazrovoy, Davot, Amat, to'g'rimi? Amat. Amat atnet qilish Chapda Dorgo, Show, va Dorgo yana. Amas Amas, bo'ldi. Karin. Hozir Dorgo travma oldi. Shov bilamiz kimligini. O'sha hammani Amasga bo'lar ekan-da. zo'r esladi. Ishlamaydi o'zlari degan. Amat qilgan ish bor-ku, shu lateral bu ishni Garnacho qilmayapti. Qilmayapti shu ishni. Garnachoni o'rishdan gapirdi, hozir kelayotganini o'qidim. Garnachoni sotishga kerak. Chunki spiskamizda hali transfer spiskasimizda anaqa ham bor ekan. Ederson ham bor ekan, Atalantada ya. Ederson ham bor ekan. O, yarim himoyada Endi Casemiro o'rniga keladi. Ederson, Casemiro ketsa. Ketsagina o'rtaga yana Braziliya. Yana Lambada Kosta shog'lik. Braziliya. Portugal izishni kelyapmizda, tili. Baribir bular Qadasha, Nuno Espirito Santo. Shunaqa qilyapti-ku. Boshqarish oson. Ikkita gapida biladi nima deyotganini, tushunsan? Kim bo'lib butun shtat Portugal. Nimaga fransuz keladi, fransuzdan yig'adi, nemisdan yig'adi. Nimaga portugalist, braziliyadan portugalist Portugalistlar yetsa mumkin emas. Portugalistlar yo'q o'yinchilar. Zo'r o'yinchilar bor. Ano Benficalik Frangoviy o'yinchiga ham arzonroq, Endi holatdan Hozir Portuda bitta bola chiqdi. Mora, Rodrigo Mora degan bola. Braga. U ham bor, spiska. U Antoni ketsa, uni ham ko'rib chiqishyapti. Portugaliyada, Portuda Rodrigo Mora degan o'yinchi bor. 17 yosh. Ko'rchilarga maslahat beraman. Menimcha bu ham xolos yaxshi qo'lga tushsa, juda katta top sizlarga yuzganadigan o'yinchi. 17 yoshda qilayotgan ishlari shu. Qaysi vazifasini? Desatki 10-chi numar o'ynaydi. Endi bizlar hozir 10-chi numar bizga flank kerak-da. Flank. Hujumchi kerak. Endi hozir tayanchda menimcha shu aytganlarimni to'g'ri aytding. Casemiro ketsa, Edersonni ko'rib chiqsa kerak. O'sha anaqani ham Jude Bellingham kelsa, Job Bellingham ham yozyapti, Chris Rick yozyapti. Endi ular qanaqa? Ular kelgandan keyin taktik o'ynaydi. Chunki hamma o'zini tushib bo'lgan o'yinchilar. Endi United biz top komandamiz-ku. Hozir turgan joyimiz top bo'lmasligi mumkin, lekin asl top bo'lganligimiz uchun nega sastavimiz ko'p bo'lishi kerak emas, yaxshi o'yinchilar. Ko'p bo'lishi kerak ham. Kam, вообще kam bo'ldi. Kamda. Kam. Qidirib yuramiz liderlarimizdan. Amat tushmadimi? Bruno tushmadimi? Mahmud tushmasin, bu tushsin. Unaqa bo'lishi kerak emas. Hamma urib tashlab kerak. Arsenal mana, o'sha Arsenal mana kim? Wolverhampton zaminasiga zo'r o'yinchilar tushib qo'yapti-da. Biz tushira olmayapmiz. Azor-ku da. Azor. Shunga transfer oynasini kutamiz. Endi Intizorlik bilan. Endi boshlanishi bu. Faqat pul bersin radiktiv tezroq ko'proq. Endi boshlanishi. Sizlarni eshitib olmay maza qilyapti. Ancha sog'inibsizlar. Gapirib. Videomizda 1 soatdan o'tib ketdi. Muxlislar uchun. Hammasi muxlislar Sizlar uchun kech bo'lganda, kechasi o'tirimiz sizlar uchun bugungi efirni olib, shunga kimda nima fikrlar bo'lsa yozinglar. Tugatsak bo'ladimi, akalar? Rahmat. Gaplashib gaplashamiz. Live yo'q-da. Biror kun live yo'q gaplashamiz. Vaqtimiz ziq. Kim live bo'lishni xohlayotgan bo'lsa yozinglar. Toshkentda chatiga yozinglar, shu videoni tagida kommentariyada yozinglar. Chat xohlayotgan bo'lsanglar, bir kun chat qilamiz. Live. Mavsum Live. itogi sezon, mavsum natijalari va oxiri shu xulosani qilib live ko'proq vaqt o'tkazamiz. Tu surpriz bor, endi surpriz keyin. Bitta katta surpriz tayyorlayapmiz, xudo xolasa. Allohning o'zi qo'llasin, o'xshasin. Juda ko'plar yozgan, niyat qilgan ish oldida turamiz. Shunga hammaga e'tibor uchun katta rahmat demoqchiman. Manchester Unitedni mavsum oxirini xudo xolasa shu triumf bilan o'tkazsin. Xuddi mana O'zbekiston 17 yoshli jamoasi Osiyo kubogiga ega chiqib, menimcha fenomenal natija ko'rsatdi. 9 kishi bo'lib mezbonlarga qarshi g'alaba qozonib ketishi menimcha bu fantastika.
Shunga hammani tabriklaymiz bu g'alaba bilan va Manchester Unitedga ham g'alabalar tilab qolamiz. Katta rahmat e'tibor uchun. Keyingi uchrashuvlarda ko'rishguncha xayr-toping.